Xudoyberganov Komiljon 1951-yil Yangiariq tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. Xudoyberganov Komiljon 1972-yildan buyon Ichan-Qal'a muzey qo'riqxonasida ishlab, kichik ilmiy xodimlikdan bo'lim mudiri, 2008-yilda ilmiy kotiblik darajasiga ko'tarildi. U muzey xodimlari orasida o'ziga xos ijodkorligi bilan ajralib turadi. Har qanday topshiriqni o'z vaqtida bajaradigan tadbirkor va ishbilarmon inson. Butun kuch, bilim va tajribasini tarixiy obidalarni asrash, o'lkamizdagi sayyohlikni rivojlantirish kabi ishlarga safarbar etmoqda. O'z ishining yaxshi tushunadigan malakali mutaxassis, hamkasblariga mehribon ustoz, kamtarligi, ishbilarmonligi bilan insonlar qalbiga yo'l topa oladi. Uning tashabbusi bilan viloyatning bir necha tumanlarida, jamoat xo'jaliklari va maktablarda yangi muzeylar tashkil qilindi. Shulardan biri Ichan-Qal'a muzey qo'riqxonasidagi Muhammad Rahimxon II Feruzning 150 yilligiga bag'ishlangan yubiley munosabati bilan ochilgan tarix. Ilmiy iqtidorli Komiljon Xudoyberganov Xorazm tarixini yangi sahifalarni ochish, muzey zaxirasini yangi ekspozitsiyalar bilan boyitish, bugungi kunda yaponiyalik olimlar va O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti olimlari bilan hamkorlikda Xiva xonligi davriga vasiqa qozixalarini tarjima qilish, ularning o'rganish katalogini nashr qilish ustida ish olib bormoqda. Shuning bilan birga respublikamizda 2010-yildan boshlangan barcha viloyatlarning me'moriy obidalaridagi necha yillardan buyon amalga oshirilmagan epigrafik yozuvlar tarjima qilib, jahon miqyosida O'zbekiston obilaridagi durdona bitiklar albom katalogining o'zbek, ingliz, rus tillarida nashrdan chiqarish uchun Xorazm viloyatiga bag'ishlangan jildlarini tayyorlashda qatnashib kelmoqda. Viloyat tele radio kompaniyasida maqola va chiqarishlari bilan yaxshi tanilgan. Kelgusida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, hukumatimizda olib borayotgan siyosatni xalqimizga yetkazishda ko'p ishlar qilish uchun doim izlanishda bo'lgan Komiljon Xudoyberganov ustoz shogird maktabini yaratgan. Uning olib borayotgan ilmiy ishlari me'moriy obidalarimizni targ'ib qilish, mamlakatimiz va xorijlik sayyohlarni qiziqtirmoqda va shaharimizga keluvchi sayyohlar, tadqiqotchi olimlarning sonini yildan yilga oshirib bormoqda. Assalomu alaykum. Mana e'tibor berganlaringizdek, biz Ichan-Qal'a davlat muzey qo'riqxonasi Oqshay bobo tepaligida turibmiz. Bu tepalikda Ichan-Qal'ada joylashgan barcha madaniy meros obidalari mana kaftdek namoyon bo'lardi. Ularning ichida esa Islomxo'ja minorasi alohida ajralib turadi. Komiljon aka Xudoyberganov ham ilm olamida, ayniqsa tarixchilar orasida alohida ajralib turuvchi olimlardan biri hisoblanadi. Ustoz Komiljon aka Xudoyberganov o'zining muzey sohasidagi 50 yillik ish faoliyati davomida juda ko'plab muzey ekspozitsiyalarini ochishda ishtirok qilganlar va aynan shu muzey ekspozitsiyalarining tematik ekspozitsion plan, ekskursiya materiallari va muzeylarni tayyorlashda rahbarlik qilganlar. Komiljon Xudoyberganov haqida qisqa muddatda hamma gapni aytib bo'lmaydi. U juda serqirra ijodkor va Xorazmda emas, O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan olim va eng yaxshi yoshlar murabbiysi sifatida tan olingan. Xiva Ichan-Qal'a muzey qo'riqxonasida ham ustozligi sababli o'z o'rniga ega bo'lgan inson. Komiljon aka o'zining salkam yarim asrlik faoliyatini aynan mana shu yerda, faqat Ichan-Qal'a davlat muzey qo'riqxonasida turli lavozimlarda amalga oshirgan. 50 yil davomida juda ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirgan, juda ko'plab ilmiy, tarixiy ommaviy kitoblar va nashrlarning muallifi hisoblanadi. Ushbu kitoblarda Ichan-Qal'ani, umuman Xivani ochilmagan tarixlarini, o'ziga xos noyob jihatlarini o'qib, Xiva haqida yanada ko'proq, chuqurroq bilimga ega bo'lish mumkin. Komiljon akaning yana bir omadlaridan, yutuqlaridan biri shundaki, u bu tarixiy ma'lumotlarni faqat tarixiy manbalardan emas,
Shu Ichanqal'ada, umuman Xivada xonlik davrida yashab, xonlik davrida ijod qilgan, faoliyat qilgan insonlar bilan bevosita muloqotda bo'lganligida ham. Ustozimiz Komiljon aka ko'p yillar davomida yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatishda o'zining yuksak mehnatini sarfladi va uning samarasi olarak 2022-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi unvoni bilan taqdirlandi.